Assalomu alaykum, sizlar bilan Ilmnur. Xudo xohlasa bugun Saudiya universitetlariga topshirilgan ariza holatini tekshirishni o'rganamiz. Internetga Study in Saudi deb qidiruv beramiz. Bizga mana bu sayt kerak bo'ladi. Bu sayt ba'zida birinchida chiqadi, ba'zida oxirrog'ida chiqishi mumkin. Bunga kiramiz. Keyin mana bu demak chap tarafda yuqorida tashkili duxulga bosamiz. Mana bunga bosamiz. Va mana bu joyga birinchisiga demak login, ikkinchisiga parol kiritiladi va uchinchisiga suratdagi kodni kiritamiz. Mana ma'lumotlarni kiritib oldik. Sizlarga bir eslatma, mana bu suratdagi kodga e'tiborli bo'lasizlar. Birga bir xil bo'lish kerak. Ba'zida harflar katta bo'ladi, ba'zida kichkina bo'ladi, shunga qarab yozamiz. Xo'p, bundan keyin mana bu duxulga ezamiz, mana. Xo'p, keyin mana bunda ko'rinish chiqadi. Demak, biz o'ng tarafdan yuqorida ikkita chiziqcha bor, shunga bosamiz mana bunga. Demak, bu yerda mana bunday papka surati turgan xizmatiy eng pastiga kirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyin mana bu talabatiga kiramiz. Va ozgina pastga tushganimizda bizning arizamizning holati chiqadi. Mana demak taxtali ijro ko'rib chiqilyapti degani. Mana bu sana esa qachon topshirilganligi. Bu umumiy demak ariza holati. Endi har bir universitetning holatini ham ko'rsak bo'ladi. Biz topshirgan har bir universitet holatini ham. Bunda mana bu ariza raqamga bosamiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Jamiatul Islamiyya Madina Islom universiteti. Mana bu 100% degani bu 100% bepul grant asosida degani. Bu topshirilgan yo'nalishlar demak. Mana bunda jildirsak keyingi universitetlarga o'tadi. Masalan, Toyiba universiteti topshirilgan yo'nalishlar. Malik Abdulaziz universiteti. Mana demak har birini o'z alohida holatini ko'rsatyapti. Taxtali ijro ariza holati ko'rib chiqilyapti degani. Mana bu yerda esa umumiy ariza holati. Ana shu ariza holatlari o'zgaradi. Xo'p, Alloh taolo barchamizga foydali ilm bersin, foydali qilsin. Keyingi qadamlarda, viza ishlarida, aviachipta ishlarida ham o'zimiz sizlarga yordamchi bo'laylik. Biz Ilmnur jamoasi doimo sizlar bilan birgamiz inshaalloh.